Siz maqsadlaringizga intiluvchansiz, orzularingiz ham katta va siz oxirida ularning barchasiga erishib, o'zingiz xohlagan hayotda yashamoqchisiz. Ammo bir narsa sizni orqaga tortaveryapti. Erinchoqligingiz. Siz hozir aynan nima qilishingiz kerakligini aniq bilasiz, lekin qilmaysiz va siz keyin o'zingizni aybdor deb his qilasiz, chunki siz o'sha payt undan ko'piga qodir ekanligingizni bilar edingiz. Va bu aybdorlik hissi keyin kunlar, haftalar, oylar mobaynida yig'ilib shaxsiyatingizga birikib qoladi. Keyin yangi yil keladi va siz yana xuddi o'sha o'tgan yilgi maqsadlaringiz bilan bu yilni ham motivatsiyaga to'la bo'lgan holda boshlaysiz. Lekin o'zingiz bilmagan holda yana prokrastinatsiyaga, ya'ni ishlaringizni keyingiga qoldirishga yo'l berasiz. Va bu prokrastinatsiya keyin uzoq vaqt mobaynida davom etib, kunlik siklingizga aylanib qoladi va siz oxirida o'zingiz erinchoq ekanligingizga ishonib qolasiz. Bu kunlik siklni endi biz qanday buzib o'tishimiz kerak? Ko'p YouTube videolari erinchoqlikning faqat simptomlarini to'xtatishga qaratilgan. Bularga misol qilib, ijtimoiy tarmog'ingni o'chirib tashlay, telefon ishlatma yoki shunchaki seni chalg'itayotgan narsalardan voz kech. Lekin bu videoda men ko'rsatadigan darslarning barchasini birgalikda qaytarsangiz, erinchoqlikning nafaqat ustidan, balki tubidan yo'q qilib tashlaysiz. Birinchi o'rinda shaxsiyatingizni o'zgartirib oling. Menimcha ko'pchilikda bunaqa holat bo'lgan. Boshlang'ich sinfingizda ustozingiz sinfga bitta vazifa beradi va siz o'sha vazifani ideal bo'lmasa ham bajarib borib ko'rsatasiz. Keyin ustozingiz gapiradi. Malades Baxtiyor zo'r bo'ladi. Shundan o'rgansali bo'lmaydimi? Va bunaqa gaplarni eshitgandan keyin maza qilasiz va u gaplarni keyin oqlashga harakat qilasiz. Buning uchun yanada ko'proq vazifa bajarasiz. Chunki shu payt ustozingiz ataylab sizni shaxsiyatingizni o'zgartirdi. Ko'pchilik oldin qilaman, keyin natijaga erishaman, keyin o'sha odam bo'laman deydi. Lekin aslida siz oldin o'sha odam bo'lib, keyin qilib, keyin natijaga erishasiz. Chunki odam bir shaxsiyatni biriktirdimi, keyin uni oqlashga harakat qiladi. Shaxsiyatni o'zgartirish uchun esa shunchaki ovozingizni chiqarib o'zingizga gapiravering. Men erinchoq emasman, men hammasiga ulguraman, men hammasini uddalayman, men zo'rman, men yirtaman, menga yetadigani yo'q. Chunki miya qaytarilayotgan gap va haqiqat o'rtasidagi farqni bilmaydi. Agar do'stlaringizga yoki yaqinlaringizga aytadigan bo'lsangiz, bu undan ham zo'r. Chunki muloqotingiz bu sizning shaxsiyatingiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz esa bu xarita tuzib olish. Ko'pchilikning hamma maqsadlari bitta joyda saqlanadi. Ya'ni mana bu yerda. Va har safar ular nimadirni qilmoqchi bo'lganda, aynan qaysi birini qilay degan savol chiqaveradi. Va hattoki bittasini tanlaganlaridan keyin ham uni keyin yanada maydonroq savollari bor. Qachon qilay? Qayerda qilay? Nimasini qilay? Bularga javob berish ham sizdan energiya talab qiladi. Miyangiz esa bularga energiya sarflagandan ko'ra, ularni shunchaki keyinga qoldirishni afzalroq ko'radi. Shuning uchun oldin hamma ishingizni bitta joyga ko'chirib, ulardan xarita yasab oling. Keyin ulardan bittasini tanlab, unga aniq, tiniq yo'l chizib oling. Endi o'sha xaritamizdan bitta ishni tanlab, uni boshlayotgan paytimizda eng qiyin joy keladi. O'sha ishni qilish. Ko'pchilik bir ishni boshlamoqchi bo'lganida uning boshidan oxirigacha bo'lgan protsessni tasavvur qiladi. Va miya u protsessni ko'rgandan keyin, "Yo, brat, kechirasiz, bugun emas" deydi. Lekin o'zi aslida samolyot, masalan, eng katta energiyasini yerdan uzilayotgan paytda ketkazadi. Qolgan paytida esa shunchaki o'sha energiyani saqlab ketadi. Va biz ham shunchaki boshlab olsak bo'ldi. Qolgani ketaveradi. Shuning uchun qanaqadir ish qilmoqchi bo'lganingizda faqat birinchi qadami haqida o'ylang va uni iloji boricha oson qiling. Masalan, qayerdir yugurishga ketmoqchi bo'lsangiz, faqat oyoq kiyim kiyish haqida o'ylang. Oyoq kiyimni kiyib bo'lganingizdan keyin esa eshikni ochib, yugurishga chiqib ketish ancha oson bo'ladi. Dangasalikni yengib, bizni ishlarimizni qilishga undaydigan yana bir narsa, bu ishlarimizni ko'zimizga ko'rinadigan joyga ularni qilishga undaydigan ravishda qo'yish. Ko'pchilik uyda shug'ullanishni rejalashtiradi, lekin gantellarni eng kam kiradigan xonasini bir burchagida nimadir orqasiga qo'yib qo'yadi. Ya'ni umuman ko'zga ko'rinmaydigan joyga. Va bu uni qilish ehtimolini juda ham pasaytiradi. Lekin agar kechasi kitob o'qimoqchi bo'lsangiz va kitobingiz yostig'ingiz ustiga qo'yib qo'ysangiz, har safar uni ko'rganda, kitob o'qishim kerak edi degan xayol keladi sizga. Agar o'sha narsani qo'ygan joyingizni sizni ishlashga undaydigan, jalb qiladigan qilib qo'ysangiz, undan ham zo'r. Masalan, dars qilmoqchisiz
va agar stolingizga o'sha kitoblarni taxlab, noutbugingizni ochib tayyor qilib qo'ysangiz, oldin o'sha ishingiz haqida xayol keladi. Agar o'sha joyingiz toza, saramjon, hamma narsa joy-joyida bo'lsa, yetmaganiga oldida bir xumjon kofe bilan, orqa fonda bir sekin chiroyli musiqa bo'lsa, ishlaringiz kelib ketadi. Va shu joyda agarda kimgadir mening shaxsiy hayotim va chet elning top universitetlariga qanday tayyorlanayotganim qiziq bo'lsa, videoni sal kichiklashtiring, kanalimning ustiga bosing va tagidagi silka bilan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Endi har safar qaysidir ishni tugatganingizdan keyin o'zingizni ozgina bo'lsa-da mukofotlang. 15 minut, 20 minut telefon o'ynaysizmi yoki qanaqadir shokolad yeysizmi yoki ko'chada musiqa eshitib yurasizmi? Ozgina bo'lsa-da o'zingizni mukofotlang, lekin uni ham ja oshirib yormang. Va bir safar mukofot olganingizdan keyin keyingi safar endi miyangiz biladi. Shu ishni qilsa evaziga mukofot olishini. Shuning uchun u ishni qilish endi anchada osonlashadi. Agar o'sha ishni qilish jarayoningizni zavqlilashtirsangiz, undan-da zo'r narsa yo'q. Masalan, IELTSdan listening kuchaytirmoqchisiz va buni eng zavqli yo'llardan biri bu shunchaki YouTube'da inglizcha videolar ko'rish. Siz bir vaqtning o'zida o'zingiz qiziqqan narsani ko'rasiz, bir vaqtning o'zida ingliz tilingizni ham kuchaytirasiz.